Yana ering oldiga ketyapsan? Boshqa qayerga borardim? Qachon aytasan eringga hammasini? Vaqt soati kelganda hammasini aytaman. Qachon ko'rishamiz yana? Ko'rishamiz. Keng dunyoga boqdim g'alvali bozor dalalar. Keldingizmi? Keldim. Namuncha kech qoldingiz? Ko'chiniki dedim. Buyurtmalarim ko'payib ketdi. Xavotir oldim axir. Ayağımdan soktum uxlamadim. Ovqat bor, ovqat yeysizmi? Yo'q, qornim to'q. Oxirgi payt o'zgarib qolgansiz. Har kimning ham aytolmaydigan gaplari, dardlari bo'lar ekan. Axir men eringizman. Menga aytsangiz bo'ladi-ku. Ba'zi bir sirlarni aytmagan yaxshiroq. Muhabbatga xudo bo'laman, faqat sen tilimdan to'kilmay. O'zi nimadir men bilan. Oxirgi payt nimagadir mendan uzoqlashyapsiz. Men boshqasini sevaman. Nima? Ha. Men charchadim bu kambag'al hayotdan, bir xillikdan. U meni qadrlaydi. Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki Aya, beni karnım açtı. ishona deganga yozilgan ekan. Hozir tayyorlab beraman. Hozir. Faqat chidam va bardosh. Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi. Men o'z yo'limni tanladim. Sen noto'g'ri yo'lda tanlading. Baribir meni unutasizlar. Men unutarman, lekin bolachi. Qalbim aytishga qildi qaror. Bir daqiqa rohating o'ylab, meni baxtsiz qilib yaratding. Tashlab ketib sen qaytmas yo'lga. Assalomu alaykum. Ozgina yordam qila olmaysizmi? Sharoitim og'ir. Mana. Boburjon bolam, seni topdim. Meni kechir. Bolam, iltimos. Boburjon meni kechir. Bolam. Bugun go'shtsiz ovqatingiz. Uyda go'sht qolmabdi. Siz ham bir go'sht olib kelarsiz, akajon. Axir har doim ukangiz bozorliklarni qilib kelyapti, go'shtlarni olib kelyapti. Bu uyda 2 kishi emas, 4 kishi yashayapmiz. Dunyoda sarson. Kvartiradan chiqib ketganimizga ham 10 kun bo'ldi. Bu uyda ortiqchalik qilyapmiz shekilli. Boshqa kvartira topaylik. Topamiz. Eng og'ir narsa kambag'allik emas. Birovning oldida bosh egish og'ir ekan. O'zimga begonaday dardlarimni xonam. Mehmonlarni ham kuzatib bordik. Mehmon bir kun mehmon bo'lsa yaxshi. Agar bir oy mehmon bo'lsa, mehmonligi qolmaydi. O'chashganda Wi-Fi ham puli tugab qopti-ku. Hali svetga to'lashimiz kerak. O'zi elektr ham ko'p ishlatvordik oxirgi payt. Men hozir pulingiz yo'q edi-ku, qaysi pulingizga oldingiz? Ha, qo'yaver endi, olib keldim-da. Nikoh uziga sotdingizmi? Esingdami? Homiladorlik paytingda mana shu tushonkaga boshqorong'i bo'lgansan. Har 2 kunda bir yer eding. Bugun yana shu tushonkadan zo'r qilib o'zim tayyorlab beraman, bo'ptimi? Uka, bozorlik qilib kelgandim. Birga obed qilamiz. Ha, akajon, bugun biz restoranga ketayotgandik ovqatlangani. Oldindan joyband qilib qo'ygandik. Aka, sizlar bemalol yuraveringlar. Boshqa safar xudo xolasa, rahmat. Ha, mayli. Yig'lab artaman. Ko'z yoshim sekin artaman. Aylanishga boramizmi? Dadasi, esizdami? To'yimizdan oldin ham bu yerga kelib turardik. Lekin to'yimizdan keyin 1 so'm pulimiz qolmagan. Lekin baxtli edik. Hozirchi? Hozir undan ham baxtlimiz. Tinchlikmi? Tinchlik, ozgina boshim aylandi shekilli. Ha.